Xitoy yoki Hindiston keramik ranglarimi? Qaysi biri yaxshiroq? Ko'pincha mijozlarimiz uy yoki ofis ta'mirlayotganda tanlov oldida qolishadi. Keling birgalikda Xitoy va Hindiston keramik ranglarini taqqoslaymiz. Xitoy keramik ranglari juda katta assortimentga ega bo'lib, zamonaviy dizaynlar bilan chiqarilgan. Narxlari o'rtacha va hamyonbop hisoblanadi, lekin minimalizm va high-tech uslubida remontlar uchun eng to'g'ri tanlov bo'la oladi. Hindiston keramik ranglari mustahkam va sifatli, issiqlikka, namlikka yaxshi chidamli hisoblanadi. Klassik va nafis dizaynlar uchun eng zo'r tanlov bo'la oladi. Agar siz zamonaviy ko'rinish va hamyonbop narx izlayotgan bo'lsangiz, unda sizga Xitoy keramik ranglarini taklif etamiz. Yoki mustahkamlik va uzoq muddatli sifat izlayotgan bo'lsangiz, unda sizga Hindiston keramik ranglarini taklif etamiz. Qaysi keramik rangni tanlagan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.